Cobalt'ni, Midnight'ni, oq ranglisini yoqtiradigan obunachilarimiz uchun oq rangli Cobalt'imizni bugun obzor qilamiz. Bu ham absolutni yangi, probeklari ham, boshqa joyi ham metan, gaz hech narsa o'rnatilmagan. Xo'p, mashinamiz yili 2025-yil. Hozir narxini ham aytib o'tamiz. Salon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi yangi holatda turibdi. Mashinamiz avtomat korobka, aytib o'tganimizdek. Bu Cobalt'imiz ham yangi holatda turibdi. Midnight, avtomat korobka, chiqol polik hech narsa qilinmagan. Shot spravka, xullas mashinamiz yangi. Baribir yangi mashinani olib haydasangiz, buni gashti boshqacha bo'ladi. Hozir bagaj qismlarini ham ko'rsatamiz. Fikrlaringizni yozib qoldirsangizda, Midnight Cobalt oldingilardan chiroyli chiqqanmi, yo'qmi? Buni farqlari farasida qoraytirilgan va diskalari ham qoraytirilgan holatda chiqadi. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, bagajni qilsa ham hech narsa yo'q, o'zining kitobchasi yangi holatda turibdi. Buni ham nomingizga shot spravka qilib bemalol olsangiz bo'ladi. Narxi 13600. Yana kelib mashinani ko'rsangiz, ustida gaplashiladi.